Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 1-ayning 29-kuni chorshanba. Sizlarga ozroqcha bir qism uchurlarni yetkazib qo'yay deb o'yladim. Oldi bilan vatan haqidagi gaplarni boshlashdan burun ozroqcha oldin deb qo'ygan gaplarim bor. O'tgan qatim Amerikada qurilgan Uyg'ur Project Fondininki ahvolini degandim, sizlarga qisqacha tushuntirib qo'ygandim. U rasmiy tasdiqlanib, hozir kirimsiz tashkilot deb rasmiy tizimlanib bo'ldi Amerikada. Bir narsani unutib qolibdiman. Buniki agar to'rt betga kirsanglar, buniki hozircha direktorlari, buxgalteriya qatorliq kishilardan 6 odam bor Amerikadagi. Bundan boshqa bu bir xalqaro fondi jamiyati bo'lib hisoblanadi. Nima desanglar, bizniki Uyg'urlar bor, Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan davlatlarning hammasida vakillarimiz bor. Bu ishni biz necha 10 Uyg'ur ziyolilari, kasb ahlilari birga qilyapmiz bu ishni. Bizning hamma davlatlarda vakillarimiz bor. Shunga keyincha Uyg'ur Project Fondiniki vakillik deb ba'zi qarindoshlarimiz tushunishlar mumkin. Şunu bunu deb qo'ydim. Bunun ichida necha 10 odam bor. Dunyoning kameriga tarqalgan. Shunga keyin ashta gaplarni olsanglar, hayron qolmanglar. Agarchi Amerikada qurilgan bo'lsin, bu xalqaro bir fond jamiyati. Yana birisi bu qatim o'tgan hafta Uyg'urlar degan to'g'ri jurnalininki 5-soni bilan yuz ko'rishdinglar. Men shu fursatdan foydalanib shu jurnalni ishini qilayotgan 3 qarindishimizga chin ko'ngildan rahmat aytmoqchi. Bu ishni qilayotganlardan asosli qilayotganlardan 3 odam bor. Ikkisi butun kun qilyotdi, intayin oz haq qilyotdi. Amaliyotda yerim fidoyi, yerim ahliq deb tushunsanglar bo'ladi. Bizniki ular bo'layotgan ishqi bu hargiz hozirgi bozor bahosida emas. Aytib ko'p tuvan. Lekin ular kecha kunduz tirishib bu ishni qilyotdi. Hozir kadar 5 saniye çıkıp oldu. Bunu hemen kötüler. Hani ki yan bir kardeşimiz pidayı pişavatıdı, ayakkabmaydı. Onu küçük gündüz işlep harikatımlık jurnalınımıştak. Bir süpetlik kılıp çıkıp bir iş için tirişvatıdı. Ondan keyin bu jurnalıga maqala yo'llab qarindoshlarimiz bag'anasi ko'payyotidu. Dunyoning arqasi yerlardan. Bundan keyin davomli bu ishga ko'ngil bo'lsanglar, bu bir tarix o'qib qoldi. Şu 21. asırdaki chet eldagi Uyg'urlar qanday yashaganligi, nima ishlarni qilganligi, qanday ishlarning yuz berganligi vatanda va xalqaroda. Ammo shunday bir xotirasi bu. Xudoyim birisi buni uzun muddatga davomlashtiramiz. Andan keyin yana bir ish, yaqinda bir kitobniki o'qitishni ko'rdinglar. Gulshan Abduqodir singlimiz ishlagan kitob 5-fevral arxivlari degan kitob. Bu nashrdan chiqdi. Hozir dunyoning qaysi ellarida tarqalishga boshladi bu. Bu kitob haqliq, lekin Gulshan singlimizningki bu kitobniki yozishidagi maqsad hargiz iqtisodiy kirim emas. Buni aytib qo'yish kerak. Amaliyotda bu kitobdan kirgan pulni hech qaysi Gulshanning o'ziga bormaydi. Gulshan singlimiz o'ziga bormaydi. Bu singlimizningki va boshqa ziyolilarniki yana bir qism planlari bor. Bu kitobdan keyin yana boshqa bir narsalarni qilmoqchi. Bu haqda keyincha yana men vaqt kelgancha sizlarga deyman. Bundan kirgan buniki kitobning chiqimi bor endi. U chiqimini to'lab olgandan keyin qolgan ish qilgan qismini keyingi shu millat uchun qilgan ba'zi bir xizmatlar uchun ishlatmoqchi. Shunga bo'lsa buni obdan qo'llab bersanglar, bu 5-fevral 40-chiligi bu Uyg'urlarning tarixidagi intayin muhim ishlarning birisi. Hozirga qadar buni xotirga olgan ishlar bo'lib boqmagan. Şuna bu kitaptaki bir tunji saat alınan tunji qadam bo'lsa buni hamiz qo'llab bersak, men shu videoning ostiga kitaptaki kirish so'zini chiqarib qo'yman. Shu kitobni tanishtirgan bir qisqacha videom bor, uni chiqarib qo'yman. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Shunga qanday to'liqi meni o'qishga vaqtim yo'q yoki bu kitobning men uchun qiymati bor yo'q emas. Bu millatniki, bizniki millatimiz uchun qilingan xizmatlarni qo'llab berish yuzasidan bunu kitapni ep qo'ysanglar, ep saqlab qo'ysanglar. Shuni so'dan bo'lsin, o'qib boqsanglar,
Bunun keyingi qismlari bor, keyin vaqt kelgancha bu to'g'ri sizlarga deyman. Endi hozirgi hammalarniki ko'ngilda bor cho'ng ish shu Wuhanda taralgan koronavirusi ahvoli bo'yotidi. Bu kasal hozir dunyoniki Amerika tarqaldi. Bugungi xabarda Xitoydami hozir 10 cho'ng shaharni qo'g'dash, ularni boshqa yerlarda bo'lgan munosabatni uzib, ularni qo'rshab ishiga turib qo'g'dash mana bir narsani ko'rdim degan u rasmiy yuzida emas, meni ba'zi qarindoshlar o'rgatibdi shu yerda chiqqan uchurlarni. Bu 11 shahar ichida Urumchim bor. Endi bu Uyg'urlar bilan qanday bog'lanishlik bu ish, Uyg'urlarning ahvoli qandayroq degan ishda hozir to'g'ri har xil uchurlar chiqyotidi. Ba'zida uniki rostiyalg'anlarini farq etmak qilib tas. Endi meniki kelgan uchurlarning ichida endi to'g'rilarni ko'rgan yo'q. Uchurlarning ichida Wuhanning o'zida o'sha o'qiyotgan Xinjiang degan o'quvchilardan bir 300 dak bolalar bor ekan. Ularmi shu şeyga qamlab qapti hozir. Aniki u yerda ishlayotganlardan 400 dak odam bor ekan. Shunaqa 700 dak odam. Ba'zi kichik qizlar do'yin degan narsalarga o'zining videolarini chiqarib, men hozir Wuhanda deb o'sha xatlarni yozib chiqarib qo'yyotdi. Shunga meniki hozir ahvolim Wuhanda 700 dak Uyg'ur bor degan ishni o'qidim. Endi Sharqiy Turkistondagi ahvol qanday degan chog'da bu vaqtda har qism gaplar bor. Kasallikning tarqalish ahvolida. Endi bir rasmiy o'rindan chiqqan xabar tunugun chiqdi. Erkin Asya radiosiniki inglizcha bo'limidan bir xabar chiqdi. Hozir Sharqiy Turkistonda bu kasallikka giribtor bo'lganlar 10 rasmiy jazmlashganlar. Ularchida Uyg'ur bormi yo'q, u aniq emas, ammo jami 10 deb. Endi boshqa har xil gaplar tarqalyotdi. Buniki zodi qaysi qismi rost, qaysi qismi yolg'on, buni bilish uchun endi sal vaqt ketadi deb o'ylayman men. Hozir to'g'riq keskin bir narsa digil bo'lmaydi. Endi bu kasal hammamizni intayin vahimaga soldi. Shaxsan menga shu mush ishlar boshlangan yoki hozir uyqularım yaxshi emas ancha. Bo'libmi bu kasal agar bizdagi vatandagi jazo lagerlariga taqib ketib qolsa, biz intayin jiq odamlarimizni olib qolamiz. Uyg'urlarchidagi xil odamlarning hammasi shu ya turmada ya lagerda. Agar bu kasal shay tutishib qolsa, bu biz uchun tarixdagi eng chong yo'qotish bo'ladi. Ammo bundan boshqa agar bu kasal yuqib shu lager turmalarga, andikin nurg'un Uyg'urlar shu buncha o'tkazsa-mu, Xitoy uchun bu bir yaxshi bahona bo'ladi. Tabiiy sabablar o'ldi degandek, ashaq bir bahonada Xitoyning qutulishiga biroz foydasi bo'ldi bu ishninki. Ehtimol xabarlarda bor, shu Xitoylar Uyg'urlarni Uyg'urlar yashagan Uyg'urlarni to'plab bir yerga yig'ib qo'yib, uning so'risiga tam nayda tümür ishik oldiga bekitib, ashaq qilishni boshlagandan tortib, menda intayin cho'ng bir endişe bordi. U endişe nima desa, Xitoyda bir cho'ng o'zgarishib qolsa, bu bir yerga to'plab qo'ygan Uyg'urlarni yo'qotmoq shunday oson. Ya aeroplandagi bomba tashlaydigan gap, yoki o't qo'yadigan gap, yoki ish qilmasimi, butun ishini taqab, u yerda odat undaq bir ish bo'lib qolsa, Uyg'urlarni beqib turayotgan hozirgi kishilar hammasi qochadi. Agar ishini taqab qo'yib qochsa, Uyg'urlar ham ochlikdan ham boshqa tugab ketadigan gap. Men bu yerda ko'p andisham bor deb burun ko'p degan buni. Undan keyin Uyg'urlarni lager turmalarga ushlash bo'ldi. Hozir qul ishchi zavodlarga mushlayotdi. U zavodga Uyg'urlarning hech qanday erkinligi yo'q. Xuddi harbiy tuzumda boshqardi bularni. Agar endi shu kasal shularga yuqib qolsa, bu bir intayin cho'ng Uyg'urlar shuni bir o'rin to'ldirib olmaydigan darajadagi cho'ng ofat bo'ladi. Bu ishniki yomon ish nuqtasidan kelib chiqqan narsa. Endi ba'zida yomon ishni yaxshiga aylantirib bo'ladi. Amaliyotda hozir biz yo'qotgan bu yomon ishni biz uchun bir yaxshiga aylantiradigan fursat bor. U nima desanglar, agar mana shu kunda diqqat qilgan bo'lsanglar, hozir xalqaroniki kuzi Sharq Turkistondagi lager va turmalardagi Uyg'urlar texmi qattiq hozir. Burungi har qanday vaqt qaragan chog'da. Bu andisha dunyo miqyosi bo'yicha hozir nurg'un burun diqqat qilmagan kishilarniki kallasiga kelishga boshladi.
2 kun oldida Dünya Uyghur Qurultayı bu haqda İngilizce bayonot e'lon qildi. Mashal Uyghur gruppasi İngilizce bayonot e'lon qildi. Hozir chet eldagi xili ko'p qarindoshlar bo'lib, inglizcha biladigan qarindoshlar taraf-tarafdan shu virusniki lagerlarga yetib berishni oldini olish haqida har xil narsalarni to'rlarga chiqaryotdi. Twitterga masalan. Men buni to'xtamay qo'yapman bu ishni. Bir qism unumim bo'yotdi buniki. Hozir yangi narsalar chiqishga boshlayotdi. Endi mush ishlarni to'xtatmasak biz, chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari hozir qadar to'xtamay u ishlarni qilib keldi, nurg'un ishlarni qildi. Endi mushu Wuhan virusi sababi bilan hozir bizning oldimizga qiladigan yana bir intayin muhim ish bor. Men bugungi mush videoda meniki o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan eng muhim ish narsamni birisi shu, muhim chaqiriqni birisi shu. Uni nima desanglar, chet eldagi davlatlarda o'zining tizimiga oldigan Uyg'ur tashkilotlarininki hammasi birdan iltimos tayyorlab, uni o'z davlatlaridagi mushtaq ishlar bilan munosabatli o'rinlarninki hammasi yo'lasanglar. Bundan boshqa BDT'ga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga, andikin Dunyo Sahiya tashkilotiga hammasi yo'lasanglar. Buni yo'laqi pokuni qism, plani qism emas, Dunyo Uyghur Qurultayı qism bu emas, hammasi qilsak. Hamma tashkilotlar qilsanglar. Mush chet eldagi davlatlarda tizim oldigan tashkilotlarning hammasi. Ashta qilsak bir kuchli jamoat fikri hosil bo'ladi. Biz xalqaro ma'lum bisimni paydo qilamiz bo'libmi? Men izchil turda taklif qilyapman. Agar hozirlik vaqtda Sharq Turkistonga xalqarodagi bir tekshirish umiga berib, ashlarniki ishlarni o'zi bevos kuzatib, ashlar mushlarni bir taraf qilish ishlar bevosita aralashib qilmasa, albatta menga ishlar yuz berishi mumkin. Mush virus lager turmalarga yetib berishi mumkin. Bu chog'da biz ishimiz bektas bo'lib ketadi. Shunga bu bir oltin fursat. Tashkilotlar uchun maaşını qilish uncha tas emas. Uni qog'ozga yozib, o'zlariniki davlatniki tilida va inglizchada ikki xil tilda qilib buni o'zlariniki davlatniki hukumat organlariga, BDT'ga, andikin xalqaro sahiya tashkilotiga yo'lasanglar buni. Buniki chuqur bir foydasi bo'ladi. Xalqaroniki besimini kuchaytirish, endi Xitoyga bo'lgan kuzatishni kuchaytirish yerda buniki roli bek cho'ng bo'ladi. Endi agar Xudoyim bu viruslarniki turma lagerlarga berib qo'yishdan saqlasin, agar ashta ish bo'lib qolsa, Xudoyim bursa Xitoy shu Uyg'urlarni lager turmalarga sulagan Xitoy hokimiyatining rahbarlarining hammasi tegishli jazoga tortiladi. Sharq Turkistondagi amaldorlarning shuning ichida. Buningmi ideyatni talab qilish kerak bizda. Shunga bu ishlarni chuqur hammamiz obdan qilmasak. Yaqinda yana shu virusniki, Wuhan virusniki ishi bilan nihoyatda qiziqarli ishlar ko'p chiqyapti. Masalan, Yaponiyaga borgan Xitoylar bor ekan, vaqtli viza bilan sayohat qilg'ili. Wuhanlik Xitoylar. Bular hozir endi Wuhanda undaq ishlar yuz berib, Wuhanga ishga taqib ketgan bo'lg'achqa bular Yaponiya hukumatiga vizani uzatib berish to'g'riliq iltimos qildi ekan. Yaponiyada vaqtliq qisqa muddatli viza bilan kelganlarniki vizasini uzatmaydi ekan odatda. Lekin Yapon hukumati bu Xitoylarga, Xitoy sayohatchilariga ko'ngil bilib, ularniki vizasini uzatib beribdi. 15 kun uzatib berganlar desa 30 kunlik uzatib beribdi. Bu Yapon xalqining naqadar insonparvarlik ro'yiga ekanligini tushuntirdi. Undan boshqa yana Wuhanga yordam qilamiz deb iyonni to'plab bir qism maska qatorli buyumlarni yaratgan ishlar bor. Bunun qarşıca Wuhan'daki bir Xitoy asli yurti Wuhan emasken o'ziniki yurti tuqqan yo'qlab ketibdi-kan shu virusni chiqishdan burun. Kessa shu o'zining yurtidagi qolgan Xitoylar buning uyiga bostirib kirib, butun uydagilarni qo'rishib olib, Wuhanga kelgan Xitoyni Wuhanga qaytib kelsin bu yerda turmusin deb qilgan ishlar. Moshunga oid xili jiq voqealar to'xtamay yuz beryapti. E'timoslarni ko'rdinglar. Ashta Xitoylarni sirtidan qo'shnilari shu o'zining mahallasiga odamlar kelib, uyga sulab, ishikni techadan mixlab, deraza eshiklarini uyga sulab borganda Allah xili yuz berdi. Mush xil gaplar intayincha hozir Wuhanlik Xitoylarning hammasi bu Xitoy xalqining dushmaniga aylanib qoldi deb aytgan chog'da. Mushundan endi
Dehi 2 haftanın aldıda Xi Jinping Cumgu Shogun seviyesiga yetdi deb jakalagan dunyoga qaysi seviyaga yetganligini bu qatim dunyo obdan ko'rib oldi. Xitoydagi fuqarolar obdan ko'rib oldi. Bu yerda intayin ko'p narsa chiqyotdi. Buning ustiga turgan chog'da men bunday bir hikoyani oldim. Mush Gollandiyada bir gollandiyalik bir qiz bor ekan, Uxanda. O'sha o'quvlimi yoki xizmatlarmi borgan ekan. Bu uyga xat yozib, bunday debdi: "Men ketmayman. Agar hozir ketsam, Gollandiyadagi xalqlarning biroz xatar ostiga, Gollandiyadagi xalqlarga biroz xatar ekan ekan, men unda kiram shu xonada turaveray. Men ishlar tugagandan keyin qaytay deb uyga shadab qayt yozibdi. Men ruhini silishtirib basanglar bo'ladi. Madaniyatlik, safoliq millat bilan Xitoyniki qanday farqi borligini bu ishlardan aniq ko'rib bo'ladi. Lekin davlatniki seviyasiga kelgan chog'da hozir Amerika necha kun oldida quturish chiqarib, shu ommaviy sahiya salomatlik kasbida o'qigan bakalavriat yoki magistrlik unvoni bor kishilardan ko'p odamlarni ishga olamiz deb quturish chiqadi. Bu nima desa, shu Xitoydan kelgan ayblanlar bor, işte aydırımlarning hammasiga shu kishilarni birlashtirib, ashadin kelganlarniki salomatligini tekshiradigan ashlarni qilmoqchi. Ilmiy yuzida ish qilish degan mana madaniyatlik millat degan mana mushtaq bo'ladi. Shunga Amerikada hozir hech qanday qilqi bir qo'rqinchli ishlarniki yuz bergani yo'q. Tunugin 2 aeroplan, Amerikaniki 2 aeroplani Wuhanda ishlayotgan Amerikaniki fuqarolarini akildigan bir ish bo'ldi. Bunga 500 dan 1000 dekalarni boshqa o'xshaydi. 2 aeroplanlar. Keyin Amerikaga kelgan chog'da bularni dastlabda San Fransiskoga uchsin deb ekan. Keyin o'ylab boshladi, San Fransisko bek cho'ng aydirma xalqaroliq. U yerda sallaqi ishlarni bir taraf qilishga saqlaysiz ekanda, biz turayotgan yerda Ontario degan bir aydirim bor. Uni xalqaroliq aydirim, lekin u San Fransisko va Los Angeles aydirimiz qaraganda cho'ng emas. Shu yerga uchsin deb shuni qaror qildi Amerika. Qaror qilsa, Los Angeles rayonidagi Xitoylar birlashib ashunga qarshi harakat yaparmiz deb gapirish juda bo'ladi. Xitoy millatiga qarab olsanglar, odam cho'chiydi. Hozir Xitoy davlati bo'layotganlarni uni bilamiz. Amerikadagi Xitoylarni qatnashmish shu amaliyotda u 2 aeroplanida kelganlarmi asosan Xitoy ekan. Amerika uchun shu Wuhanda ishlayotgan kishilar asosan Xitoylar ekan. Xitoyga Amerika grajdanida shu qutuldirib akasan ishlar yuz bermoqda. Ajoyib. Shunga to'rlarda men bunday gaplarni ko'rdim. Davlat kuchaysa bizni boshqalar bo'za qilmaydi deb o'ylab ekanmiz deydi bir Xitoy. Davlat kuchaysa bizni boshqalar bo'za qilmaydi deb o'ylab ekanmiz. Hozir bo'lsa davlat kuchaysa boshqalar bizni qutuldira olmaydiganligini ko'rdik deydi. Buni shunday deydi desanglar, hozir Xitoy hukumatı chet eldan kelgan yordamlarning hammani to'sib bo'ladi. Bir qism buyumlarni, masalan, Yaponiyadan o'tgan maska degan narsalarni hukumat amaldorlari o'zlariga olganligi to'g'riliq gap bor. Wuhandagi xalq yetib bormagan bu. Yana bir tarafdan chet eldan kelgan yordamlarni qabul qilmaymiz deb Xitoy hukumatı ashta bir narsani o'tirib chiqaryapti. Shunga haqlar man deyapti. Biz kuchaysak boshqalar bo'za qilmaydi desak, biz kuchaysak boshqalar bizga yordam qilmaydi ekan, bizni qutqiza olmaydi ekan degan gaplarni deyapti. Ondan keyin Xitoycha medialarda yana bir gapni aytib ko'p tarqaldi. Menga qiziqarli tuyuldi bu ish. Bu nima desanglar, biz burun Uyg'urlarga cho'shqa go'shtini majburiy yegizgan to'q. Endi butun Xitoy davlati bo'yicha yediganlarga cho'shqa go'shti yo'q deydi. Biz burun Hongkongliklar maska taqsa uni to'sqan to'q. Hozir endi butun Xitoy davlatidagi xalq maska taqashga tushdi deydi. Lekin biz burun bizning akidimiz burun Xitoylarni dunyoning har qaysi yerlariga berib, ashada hakavarlik qilishga boshlagan, tahdid qilishga chaqirgan. Hozir endi butun dunyo Xitoylarni qabul qilmaydigan bir holatga keldi. Bu dunyoniki intiqom olish fursatiga aylanishi, fursatning o'zgarishi ayat tez bo'ldi ekanligini mustaqil gaplar taqovatida to'rladi. Menga biroz qiziqarli tuyuldi bu.
Andan keyin manga kelgan yana bir qism uchurlar shu Chag'an Xitoylarga Chag'an bayramidan burun shu yaqinda qo'yib berilgan bir qism kishilarni lagerga qaytadan akirib ketibdi ekan. Chag'an munosabati bilan. U to'g'rilikmi ish bo'lyotdi. Andan keyin yana bir qism birini bo'lsa 3 darajalik kadrlar shu lagerdan yaqinda qo'yib berilganlarniki o'yinlarga berib hol so'rash ishlari bo'lib ketdi Urumchida. Urumchida qayerda qanday o'qimadim. O'zini shular burun ishlagan idoraniki boshliqlari, anikin sho'chining boshliqlari, ani shaharning boshliqlari yaqindan lagerdan chiqqanlarni uyga berib, ularni yo'qlab hol so'raydigan ishlar bo'libdi Urumchida. Menimcha ularning maqsadi shu lagerda qanday kunlarni ko'rganligini sirtqa oshkorlab qo'ymasin deb, endi lagerdan chiqqanlarga biroz xushamat qilayotgandek tuyg'ubadim. Ben o'tganda menga yaqinda bir Xitoyniki bundan keyin qanday qilganligi haqidagi plan va taktikalar haqida bir qism uchurlarninki kelganligini dedim oldingi videoda. Hamda shuniki 6 moddasini sizlarga yetkazdim. Uning ichida bir qism moddalar shu tashkilot rahbarlari bilan munosabatlikda men uni xil ko'p tashkilotlarniki rahbarlariga aytib berdim ayrim bir xil ko'p qismlaridan javob keldi. Bugun shuniki yana 4 moddasini yetkazman. O tugamaydi bugunmi? Lekin buni har bir qatorni bak chiqib aytkim yo'q. Nima qilsanglar, sizlar ishinglar qolmaydi. Uning ustiga bu leksiyani biroz zirkish bo'lib qolmasin. O'tganda 6 moddasini men yetkazib bo'lgan. Uning 7-si davlat ishchi sirtidagi tashviqotda Uyg'ur siyosiy sarxillarni yolg'iz qoldirish, bir-biriga ziddiyat silish, bir-birini ishlatkizib, tashkilotlarning kuchini xo'ritish, ularga vahima silish, qo'rqitish, zehnini chechish, irodasini sundirish, shu orqali xalqning ra'yini sundirish, siyosiy liderlarni holsizlantirish, siyosiy kurashning natijalik bo'lishiga zarba berish. 8-si muhojiratdagi Uyg'urlarning davlat ichida go'riga ilingan tuqqanlarga besim qilib, vaz nasihat qildirish, go'ridagi tuqqanlarni so'zlatish, yolg'on va'dalar bilan aldash, muhojiratda turayotgan qarindoshlarining o'tirisiga ziddiyat silish, ichki mojaro tug'dirish, ularni kompartiyaga ishonish, Xitoyga ishonishga yetaklash, siyosiy faoliyatlardan yiroq turishga da'vat qilish. Agar diqqat qilsanglar, moddada deyilgan ishlar yaqinda hali bo'lyotdi. Chet eldagi bir qism tashkilotlarning rahbarlari yoki faoliyatchilarning uyliklarini so'zlatib, chet elliklarga besim qilyotdi. Buni bu maxsus Xitoy hukumati yaqinda bir xil plan taktika qilib chiqqan narsaniki bir qismi ekan. 9-si turli amallarni ishlatib muhojiratdagi shaxslarni aldab elib ketish, ulardan foydalanish, ularning so'z qilmasligiga, faoliyatlarga qatnashmasligiga, Uyg'urlarga siyosiy yordam qilmasligiga kafolat qilish. 10-si yangi josuslarni avatib, ko'nlarini boshqa ishga silish. Yangi josuslarni avatib, ko'nlarini boshqa ishlarga silish. Muhojiratda tuqqanlari bilan ayrılıb turganlarni shart bilan jamlashtirish, ularni har xil uchurlar bilan ta'minlash ishiga silish, ularni bir-biriga ishonmas qilib o'tish, iqtisodiy manfaatiga kafolat qilish va'dasi bilan ishpiyun tabiilab o'ziga xizmat qildirish, Uyg'ur jamoatini tuqqan do'stlar ichidan ziddiyatga silib parchalash. Bugun shu 4 moddaday yine bir neçe maddeler var, onu ben kelakaten deymen. Endi ahırda ki yine bir neslerini isim kelgen bir neslerini dep koyğum var. Şu ütüp ketken yaşam yükünü 26-sıla Los Angeles'taki basketbol timinin komandarının ki Burun Çolpani, Kobe Bryant bir aeroplan vakası da ölüp ketdi. Bir kız bilen yine başka 7 adamlar bilen. Kobe Bryant Los Angeles'ta oynagan basketbolun 20 yıldak
Ben şu izchil turda uning to'plarini ko'rib kelgan hozirga qadar. Bu kishi intayin kamtar, insonparvar, shu o'zininki kirimlarining nurg'un qismlarini saxovat ishlariga ishlatgan bir kishi bu. Bu o'ylamni nihoyatda bir cho'ng zarba bo'ldi nurg'un cho'ng qayg'u yetib keldi nurg'un kishilarga. Michael Jackson naqshchi umushunda Los Angelesda turibdi burun umushda nihoyatda yoshdan tugab ketdi necha yoshida Kobe Bryant shunday yosh arpan vaqasida tugab ketdi. Mushdan keyin men xili ko'p o'ylandim. Agar bir odamniki beshiga o'lim kelsa, bu nihoyatda bir tezli ishkan u. Hech kim parazmi qilib bo'lmaydigan nihoyatda tez ishkan. Endi mushta vaqtda men har qatim mushta ish bo'lgan vaqtimda men o'ylayman, agar men atfib kelsam, meniki armonim nima degan savolni o'zim qo'yaman. Hozir bizniki hammizniki bir o'rtaq armoni bor. U bo'lsa-mu vatanga yana bir qatim berib vatanni xalqimizni bir ko'rsak deymiz. Undan boshqa meniki o'ylaydiganim men qalaygan ishlar qaysi, men qilishni xohlaydigan ishlar qaysi, men qila olgan ishlar qaysi deb bu vaqtim o'ylayman. Men har qatim mushta bir ahvolga yo'liqqan vaqtida shu bir necha kun yaqin shunday o'yladim. Men qilish ishlarniki hammasini qilib yashayapmanmi deb. Bo'lsa shu videoni ko'rgan barliq qarindoshlar, sizlar o'zinglardan bir shunday savol so'rab o'ylab baqsanglar. Bu bir muhim vaqtda işte nasıl o'ylaydigan bo'libmi hozir bizniki vatan xalq niki ishlar jihatda bizga nima qoladi ishlar oxirlashgan chog'da biz bilmaymiz. Shunga endi mush o'zimizniki taqdirini o'zgartirish uchun hozir duch kelgan taqdirni o'zgartirish uchun chet eldagi har bir uyg'ur o'zi qilaydigan ishni to'liq qilib yashash kerak. Agar shunday qilmasak biz cho'qim pushaymon qilamiz. O pushaymonni olgan taqsir yo'q bo'lib qoldi, cho'qim pushaymon qilamiz. Shu munosabat bilan men bir ishni tilga qo'ydim. Meniki burun yozgan bir maqolam bor. Hayotning maqsadi va qiymati haqida degan. Mush maqolamniki tor adresini mush videoni ostiga choplab qo'yman men. Uni o'qib baxmagan qarindoshlar o'qib baxsanglar bo'ladi. Shunga o'zimizniki taqdirini o'zgartirish jihatda chet eldagi barliq uyg'urlar qo'limizdan kelishicha bir kishilik to'p qo'shsak, meniki sizlardan kutadigan umidim shu. Ma'lumotlar degan shunchalik bo'lsin. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.